Achchiq narsalar mumkin emas. Qattiq nazoratga oling deb aytgan demading. Shu narsani o'zimga aytib qo'ysanglar bo'lardi-yu. Kim aytdi? Islom aytdi, o'g'lim. Bir og'iz shu narsani aytib qo'ysang, mana mamta seni dilingni og'ritmas edim, dilozorlik qilib. Seni ham o'zimni ham asabimni yemas edim. Siqilishingizni xohlamadim Adijonisi. Kasal ekanman deb o'zingizni urintirib qo'yishingizni xohlamadim. Shuning uchun shu yo'lni tutishga majbur bo'ldim. Oddiy shu bitta kasalligim uchun ikkinchi xotinga uylanishimga ham rozi bo'ldingmi? Muhimi sizni sog'lig'ingiz men uchun. Feruza. Men hech qanaqa ikkinchi ayolga uylanmayman. Uylanish niyatim ham yo'q. Men seni juda ham yaxshi ko'raman.